Barchaga assalomu alaykum azizlar. Ushbu videoda bugun biz sizlar bilan avvalgi birinchi qism olingan videoni davomi, ya'ni Sherry Ergoning Why Men Love Bitches nomli kitobni muhokama qilishda davom etamiz. Bugun ikkinchi qism. Xo'sh, men aytmoqchi bo'lgan narsa bugun nima? Kommentariyada ham, videoda ham bir necha bor ta'kidlab o'tdim, ya'ni bu yerdagi yomon qiz obrazi faqatgina shunday nomlangan. Ya'ni aslida bu siymo nimani yaratadi? Bu siymo bizni ayol sifatida qanday qilib oiladagi yoki munosabatlardagi sog'lom energiyani ushlab qolishimiz haqidagi g'oyalar va fikrlarni ifodalaydi. Va afsuski, biroz kitobning nomi provokatsion tarzda eshitiladi, ya'ni nega erkaklar yomon qizlarni yaxshi ko'radi. Kitobni nomini eshitganimizda ya'ni miyamizga o'rnashib qolgan stereotiplarga ko'ra, arxetiplarga ko'ra, biz o'z-o'zidan yomon qiz siymosini men qanchalik ta'riflashga urinmay, uni aslida qanday maqsadda, qaysi energiya bilan harakatlanayotganini tushuntirishga urinsam-da, kommentariyalarda ko'plab tanqidiy fikrlarni ko'rdim. Albatta, bu tabiiy. Tanqidiy fikrlarni borligi, ya'ni fikr bor joyda tanqid bor. Men bu narsaga hech qachon e'tiroz bildirmayman, ya'ni buni adekvat qabul qilishga harakat qilaman va bunga ko'plab sabablar ham bor. Xulosa yuritishdan avval bir narsani iltimos qilardimki, ayollarga ham ushbu videoni ko'rish davomida yomon qiz pozitsiyasini to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olmaslikni, ya'ni hayotlariga uni tatbiq etishga nomutanosib yo'l bilan shoshilmaslikni tavsiya etgan bo'lardim. Ya'ni bu yerda masalan, o'tgan safargi videoda birinchi qismida popkorn bilan bog'liq epizod haqida gaplashamiz. Ya'ni shunday jumla bor edi u kitobda avtorning aytishi. Ya'ni kommentariyada shunday izohlar bor. Popkorn, ya'ni birinchi qismdagi yaxshi qiz pozitsiyadagi qahramonimiz tunu kech yelib yugurib, erkakni ko'ngliga oshqozon orqali yo'l topaman deb turli xil taomlarni tayyorlash bilan ovora bo'lib, o'zining energiyasini aynan shunga qaratayotgan bir vaqtda ba'zi holatlarda yomon qiz qo'shtirnoqchidagi, albatta yomon qiz qahramonimiz bu vaqtda, hatto ilojsiz qolgan vaqtlarda, ya'ni vaqti bo'lmagan hokazo vaqtlarda erkakka popkorn taklif qilishgacha jur'at topadi deb ta'kidlaydi bu avtor fikriga ko'ra. Mana bu fikrga tanqidlar bo'lgan va tabiiy. Shu narsani so'ragan bo'lardim, maslahat bergan bo'lardim. Ushbu kitobdagi obrazlar qilgan harakatlarni to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni bevosita ko'chirishni emas, ulardan bilvosita energiya o'rganishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni nima demoqchiman? Bu harakatlarni biz takrorlay olmaymiz. Bu imkonsiz, ya'ni bizning mentalitetga ham to'g'ri kelmaydi, bizning dinimizga ham to'g'ri kelmaydi. Bu harakatlarni takrorlashning oqibati yomonlikni tugashini juda yaxshi bilamiz. Xo'p, nima qilish kerak unda? Shunchaki biz qilishimiz mumkin bo'lgan narsa u yerdagi energiya, u yerdagi ishonchni, ya'ni erkakni bog'lab olishni maqsad qilib emas, uni yo'qotishni qo'rquvlari bilan yashashni emas, ya'ni energiyani sog'lom tarafga oqishiga qo'yib berishni maslahat bergan. Ya'ni kitobda bu harakatlarni takrorlash emas, ulardagi energiyani shunchaki o'zingizga olishingiz mumkin. Ya'ni buni sog'lom munosabatlarni ushlab qolish uchun bir shablon sifatida ishlatishingiz mumkin. Yana ikkinchi tanqidiy masalaga keladigan bo'lsak, yana munosabatlar mavzusimi juda jonga tegdi bu mavzu degan fikrlar bor. Albatta tabiiy, albatta jonga tegdi. Ammo bu imkonsiz, ya'ni bu bizni shartsiz reflekslarimizga bog'liq, ya'ni bu bizni instinktlarimizga bog'liq xususiyatki, biz qarama-qarshi jins vakillariga hamisha qiziqish ruhida qarashimiz, ya'ni ular bilan munosabatni yaxshilash istagida bo'lishimiz bu mutlaqo normal va sog'lom holat jamiyat uchun. Jamiyatdan bu narsani uzoqlashib ketishi ko'ryapmiz Yevropa davlatlarida. Qarama-qarshi jins vakillariga bo'lgan qiziqishni pasayib ketishi salbiy oqibatlarga olib keladi. Ya'ni buni bo'lgani bizni quvontirishi kerak. Munosabat mavzusi dolzarbligi, buni muammolarini o'rganishga bo'lgan ayollardagi istaklarni mavjudligi bizni faqat fikrimcha quvontirishi kerak. Xohlaymanmi yo'qmi, bugun men bir o'zgartirishni bugun videoda qilishga qaror qildim. Bunga sabab birinchi qismda olingan fikrlar, ya'ni tanqidlardan qochish emas, albatta tanqidiy fikrlar juda ham sog'lom pozitsiya. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, yomon qiz ismini bugun o'zgartirishga ehtiyoj sezdim. Ya'ni uni bugun Magnolia deb ataymiz. Nima uchun Magnolia? Chunki avtor ta'kidlaganidek, avtor ham uni shunday qiyoslaydi. Zotan uni fikriga ko'ra Magnolia ichkari tarafdan po'latdek mustahkam, matonatli, ya'ni emotsiyalarini kontrol qila oladigan, ichki ishonchga ega bo'lgan, ichki meniga, shaxsiyatiga ega bo'lgan, ya'ni shaxs sifatida yo'qolib ketmagan va shu bilan birga tashqariga go'zallik, ifor, mehr taratadigan, joziba beradigan, muloyim ayol pozitsiyasi. Bu yomon qiz deb atalishi bu narsani
meni fikrimcha bizni miyamizda o'tirib qolgan stereotiplarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni shuning uchun bizni noto'g'ri xulosalarga, noto'g'ri fikrlashga majbur qilib qo'yishi mumkin. Keling, uni bugundan boshlab Magnolia deb ataymiz. Sizga yoqdimi? Kommentariyada bu haqida albatta yozib qo'ying. Menga bu juda ham qiziq. Xo'p, videoni boshida bugun biz ta'qib adrenalini haqida gaplashamiz. Ta'qib adrenalini nima? Avtor uni shunday ta'riflaydi. Bu faqatgina erkaklarga xos bo'lgan hayotiy adrenalin gormoni bo'lib, ya'ni energiyasi bo'lib, bu energiya yordamida erkaklar yashash uchun maqsadlarini, ya'ni hayotga bo'lgan qiziqishlarini ko'paytirishadi. Yashashga bo'lgan ma'noni oshirishadi. Ya'ni bu adrenalinni biz ayollar his eta olmaymiz deyarli, ammo uni his etishimizni oson bo'lishi uchun u bir nechta misollarni keltiradi. Masalan, kiyik ortidan qo'yayotgan ovchi yoki bo'lmasam poygada marrani birinchi bo'lib zabt etishga intilayotgan atlet misolida, bular misolida uni his qilishingiz uchun misollar keltiradi. Ya'ni ta'qib adrenalini insonni, ayniqsa erkaklarni yashash uchun sabablarini oshiradi. Ya'ni hayotni ma'nosini oshiradi. Bu vaqtda bizni Magnolia, ya'ni yomon qiz, qo'shtirnoq ichidagi yomon qiz nima qiladi? Erkakka mana shu adrenalinni his etishi uchun imkon beradi. Ya'ni unga ruxsat beradi. Nimaga? Erkak bo'lishiga. Xo'sh, demak, birinchi ssenariydan boshlaymiz. Birinchi ssenariyga ko'ra, avtor telefondagi muloqotdagi muammolar haqida gapiradi. Ya'ni uning etikasi haqida gapiradi. Kitobga ko'ra, ushbu etika o'zgacha bir sxemaga ega. Yana iltimos qilardim, hurmatli qizlar, ayollar, iltimos qilib so'rardimki, ushbu harakatlarni to'g'ridan to'g'ri hayotingizga kiritishga shoshilmang. Ya'ni bu yerda albatta mentalitetdagi farqlar, yosh yoki va hokazo chegaralarni hisobga olgan holatda undagi energiyani, faqatgina u yerda bo'layotgan energiyani his qiling. Ya'ni bu bilan sizning munosabatingizdagi energiyadagi kamchiliklaringizni nazoratga olishingiz, ularga e'tibor qaratishingiz va ularni bartaraf qilishga harakat qilishingizni o'zi yetarli. Xo'sh, demak, telefon etikasi haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, yigit bilan qiz uchrashuvda va undan keyin ular o'zi ish tomon ketishdi. Shu vaqtda ko'pincha yigitlarda xos xususiyat, ya'ni menga aytib qo'y, uyga borsang aytib qo'y, ko'chaga chiqsang aytib qo'y va hokazo hisobot so'rash bor. Bu vaqtda bizni yaxshi qahramonimiz soatdan soatga qadar hisobotni to'la to'kis topshiradi. Bizni Magnolia esa ba'zilarini unutadi yoki ba'zilaridagina muhim bo'lgan vaqtlardagina bu hisobotni erkakka yetkazadi. Xo'sh, demak, ikkinchi muloqot turi. Ya'ni tasavvur qiling, erkak bilan telefonda gaplashdi, munosabatdagi yigit va qiz telefonda gaplashishdi, har qanday munosabat, er-xotin va hokazo. Ya'ni va erkak nima deydi? Shu yerda suhbatni to'xtatadi. Men hozir telefon qilaman senga, bir ishim chiqib qoldi, men hozir telefon qilaman deydi va go'shakni qo'yadi. Lekin u hozir telefon qilmaydi. Juda ham tanish holat bo'lsa kerak ko'pchilik uchun. 4-5 soat yo'q bo'lib qoladi va undan keyin telefon qiladi. Bizni yaxshi qahramonimiz nima qiladi bu vaqtda? U xavotir olganini aytadi. Nima uchun telefon qilmadingiz deydi. Xullas, passiv agressiya ko'rsatadi, isyonlar qiladi. Bu esa o'z navbatida ta'qib adrenaliniga putur yetkazadi. Bizni Magnolia nima qiladi? Bu Magnolia emotsiyalarini osonlikcha ko'rsatavermaydi. Ya'ni osonlikcha xafa bo'lmaydi va aynan shuning uchun ham u erkak uchun o'qilmagan qiziqarli kitobligicha qoladi. Xo'sh, ikkinchi ssenariyga keldik qizlar. Ushbu ssenariyda inson hech qachon bir xil emotsiyani saqlay olmaydi. Ya'ni bir xil kayfiyatda hatto o'zimiz ham bo'la olmaymiz. Ammo biz ayollar odatda buni namoyish qilishga o'rganganmiz. Ya'ni bu muammo bo'ldi menda, dugonam bilan urushib qoldim, mana bu kiyimni sotib ola olmadim, va hokazo. Bularni biz namoyish, ya'ni oshkor qilishga odatlanganmiz tipimizga ko'ra. Ammo erkaklar bunday emas. Erkaklar odatda muammolarini ichkarida hal qilishni afzal ko'rishadi. Ularni sizga ayrim qismlarini aytishi mumkin, ammo to'laqonli bunga e'tibor qaratishmaydi. Va shuni hisobga olish kerak. Ba'zan vaziyat bunda, ya'ni erkak biroz o'ychan bo'lib qolgan bo'ladi, xayol suradi, go'yoki odatdagidan ko'ra biroz sovuqroq holatga tushib qolgandek ko'rinadi. Bizning yaxshi qahramonimiz bu yerda nima qiladi? Yaxshi qahramonimiz qayg'urishni boshlaydi. Erkak mendan sovudimi? Bu kabi salbiy fikrimga keladi va shuning uchun ham u nima haqida o'ylayotganini, nima muammosi bo'lganini va hokazo savollarni berib erkakni boshini qotiradi. Bizni Magnolia esa bu vaqtda unga ko'p tegmaydi va asosiysi fokusini, ya'ni e'tiborini o'zining fikrlariga qaratadi bu vaqtda. O'ylash uchun, tinch qolish uchun, o'zi uchun ham yaxshi sharoit deb baholaydi bu vaqtni. Keyin
Yana bir muhim tavsif bu uchrashuv bilan bog'liq. Avtor shunday deydi. Restoranda, demak, yigit qizni restoranga taklif qildi deylik. Mayli, munosabatlar turli xil. Ya'ni buni shablon sifatida olingan aytaman. Buni aytishdan charchamayman. Xo'sh, demak, yigit restoranda qizni taklif qilgan ma'lum bir sabab bilan siz erta kelib qo'ydingiz. Hamon yigit yo'q. Demak, yaxshi qiz nima qiladi? Kamida 4 marta telefon qiladi. Va u kelgach, yigit kechikib bo'lsa ham yetib kelgach, unga odob axloq etikasi haqida ma'ruza o'qiydi. Ya'ni meni hurmat qilishing kerak edi, sen odob axloq qoidalarini buzding. Modam buni yigit o'zi ham anglab turgan bo'ladi va bundan hech qanday naf yo'q, faqatgina u taqib adrenalinini pasayishiga xizmat qiladi. Yomon qiz bu vaziyatda xotirjamlikni saqlagan holatda erkak kech qolayotganini ko'rdimi, yarim soatdan keyin o'zining rejalari haqida o'ylay boshlaydi. Ana endi qisqagina psixologik test o'tkazamiz. O'zingizdagi ha javoblarni sanab borasiz. Men esa sizga 10 ta savol beraman. Savollarga o'zingiz javob berib, ha bo'lsa sanab boring o'zingiz uchun. Demak, birinchi savol. Testning nomi Are you too nice? Ya'ni juda yaxshimisiz deb nomlanadi. Xo'sh, birinchi savol demak, yo'q desangiz, ya'ni munosabatda yo'q degan vaqtingizda o'zingizni aybdor his etasizmi? Ha yoki yo'q bo'lishi kerak javobingiz. Xo'sh, ikkinchi savol. Qarama-qarshi jins vakili, ya'ni juftingizga doim sizni hurmat bilan munosabatda bo'lishi haqida aytib, unga buni tushuntirishga harakat qilasizmi? Ya'ni doim meni hurmat qilishing kerak, unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak. Ha yoki yo'q. Xo'sh, uchinchi savol. Ba'zan o'zingizni almashtirilgandek his etasizmi? Xo'p, keyingi savol. Tez uning ehtiyoji uchun shaxsiy vaqtingizni buzasizmi? Ya'ni odatda siz soat 11 da uxlashingiz kerak, kun bo'yi ishlaysiz, ammo u uchun 12 gacha telefonda gaplashish shu kabi holatlar bo'ladimi? Keyingi savol. Siz unga qulay bo'lgan paytdagina uchrashasizmi doimo? Ha yoki yo'q? Xo'p, keyingi savol, 6-savol. Hech sizga nimadir haqida gapirib, va'da berib va uni unutib va siz uni qayta eslatgan vaziyatlar bo'lganmi? Hop, 7-savol. Munosabatda masofa tushsa, ya'ni urushib qolsangiz, birinchi bo'lib doim siz uzr so'rab munosabatni boshlaysizmi? Hop, 8-savol. O'zingizni undan mehribonroq, ya'ni munosabat uchun fidokorroq his etasizmi? Keyingi savol, u bilan bo'lgach, o'zingizni energiyasi tugagan, charchagan his etasizmi? Va nihoyat, oxirgi savol, doim undan xotirjamlik va e'tibor olishni xohlaysizmi? Ya'ni xotirjamlik, ongni tinchlantirish uchun. Masalan, sevishiga go'yoki doim ishonch hosil qilishga bo'lgan ehtiyojni o'zingizda sezasizmi? Ha yoki yo'q javobini bering. Xo'p, ana endi javoblaringizni o'zingiz bilib oldingiz. Agar sizdagi javoblar soni 5+, ya'ni 5 tadan ko'p bo'lsa, bilingki siz yaxshi qiz pozitsiyasidasiz. Ya'ni juda ham yaxshi qiz pozitsiyasidasiz. Avtor aytadi, agar siz o'zingizni qimmat tovardek energiyada his eta olsangiz, erkak siz uchun ko'proq aksiyalarni taklif qiladi. Masalan, munosabatdagi xatoliklar haqida quyidagicha gapiradi va nima qilishingiz yaxshiroq bo'lishi haqida ham gapiradi. Masalan, qachon ko'rishamiz deb sizga erkak murojaat qilgan vaqtida, hech qachon menga farqi yo'q, men har doim 24 soat bo'shman deb aytmang. Uni o'rniga siz ikki xil taklif. Hattoki bo'sh bo'lsangiz ham, bekorchi bo'lsangiz ham bunday demang. Ikkita taklifni bildiring. Ya'ni masalan, juma kuni soat 5 da bo'shman va yana shanba kuni ertalab bo'shman. Katta ehtimol bilan erkak ikkala variantga ham xo'p deydi. Navbatdagi tavsiyada kitobning avtori shunday deydi: Don't be his mother, ya'ni uning onasi bo'lib olma. Unda allaqachon ona bor yoki ona bo'lgan va bu energiyani u taniydi. Unga esa ayol energiyasi kerak edi. Siz uni onasiga aylanishingiz kerak emas. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak va nima qilmaslik kerak? Qaysi xatolar sizni onasi bo'lib qolishingizni oldini oladi? Demak, birinchi xatoyingiz doim tekshirmang. Doim tekshiruv bor. Telefonda gaplashayotgan vaqtida quloq solishga intilish, SMS-larni ko'zdan kechirish, qaysi saytlarga kirganini tekshirish, bundan hech qanday manfaat yo'q, foyda yo'q. Aksincha, bu uni onasi roliga o'tib qolishingizga sababchi bo'ladi. Ikkinchi muhim sharti, undan hamma bo'sh vaqtini siz uchun o'tkazishi kerakligini so'ramang. Ya'ni ko'pchilik ayollarda biz shu ko'pchiligimizda uchraydigan holat bor. Erkak ishlaydi, masalan, ammo uni bo'sh vaqti bor. Masalan, shanba va yakshanba kunlari u dam oladi, lekin negadir siz mana shu shanba va yakshanbani doim faqatgina siz uchun
sarflashi kerakdek munosabatda bo'lasiz, norozi bo'lasiz agar sarflamasa ham. Bu xato, ya'ni uning bo'sh vaqti faqatgina siz bilan o'tishi kerak degan xulosa yo'q. Bunga harakat qilishingiz afsuski munosabatlarga putur yetkazishi mumkin. Xo'p, keyingi tavsiya, undan siz o'tgan vaqt uchun hisobot so'ramang. Ayniqsa aybdorlik hissini yoqmang unda. Masalan, u do'stlari bilan tog'ga dam olgani bordi, maza qilib dam olib keldi, lekin siz nima deysiz? Mansiz yaxshi o'tdimi? Hammasi yaxshimi? Yaxshi ovqatlar yegandirsiz. Mana shunaqa gaplarni aytish kerak emas. Unda aybdorlik hissini yoqib, uni burchakka qisish kerak emas emotsiyalarni. Xo'sh, yana muhim tavsiya shu muloqotda deydi, avtor aytadi, bir qancha so'zlar bor, bu ham onalik energiyasini o'zidan chiqaradi. Biz uni ko'pincha mehr berish bilan adashtirib qo'yamiz, ammo bu so'zlar ham ba'zan kerak, ammo uni me'yoridan ortib ketishi sizni ona pozitsiyasiga solib qo'yadi. Xo'sh, bu so'zlar qaysi so'zlar? Issiq kiyinib oling, ovqatingizni yedingizmi? Va hokazo. Albatta bular kerak, ammo me'yorni unutib qo'ymaslik kerak. Uyga borib menga telefon qiling. Shu kabi so'zlarni me'yordan oshib ketishi avtorning fikriga ko'ra undagi shu onasini eslatuvchi holatlarga sabab bo'ladi. Ya'ni go'yoki maktabda o'qib yurgan vaqtida katta tanaffusda ovqatlanib ol degan tanish holatni onadan olinadigan energiyani sizdan ko'rishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, buni zarari nimada? Buni yomon tarafi bormi? Albatta, chunki buni oshib ketishi me'yordan albatta kerak, lekin oshib ketishi ehtimoli siz erishishingiz mumkin bo'lgan narsa erkak sizga bog'lanib, ya'ni uyga vaqtida kelishni boshlashi mumkin. O'z vaqtida keladi. Masalan, soat 10 da keladi. Nedirki siz qo'ymaysiz, telefon qilasiz, nazorat qilasiz, go'yoki xavotir olasiz. Shu kabilar uchun bu mas'uliyatlarni unga osib qo'yganingiz uchun endi vaqtida keladi. Ya'ni u qoidalarni buzmaslikka harakat qiladi. Go'yoki o'sha maktab vaqtida o'qib yurganida qanday qoidalarni buzmagan bo'lsa, yana ularni qilishga harakat qiladi. Ammo buni natijasida bora-bora nima bo'ladi? Bora-bora erkak uyga kelsa hisobot berish kerakligi haqida fikrlay boshlaydi va u o'zini erkinligidan mutlaqo mahrum etilgan va burchakka qisib qo'yilgan holatda his qila boshlaydi. Navbatdagi tavsiyada avtor no cage rule deb nomlagan. Bu nima degani? Bu qafassiz hayot, ya'ni qoidalarga, qafasga siqishga, ya'ni erkakni o'zini mikroskop ostida his etishiga qo'ymang. Ya'ni bu holatga tushirmang uni. Siz uni sevgilisi bo'lishingiz kerak, rafiqasi bo'lishingiz kerak, onasi emas deydi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, avtor fikriga ko'ra juda ko'p erkaklarni ishlatadigan bir so'zi bor. Bu so'z men bog'lanib qolishni istamayman. Men erkin bo'lishni istayman. Bu kabi so'zlarni ular ong ostidan kelgan sado sifatida ishlatadi. Aslida erkak tabiatida uni erkinligini yo'qolishiga bo'lgan juda katta qo'rquv mavjud bo'ladi. Ya'ni u erkinligini yo'qotishni hech bir holatda, turmush qilgan holatda ham istamaydi. Demak, avtor yana bir narsani ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, odatda erkaklar bunday erishilishi qiyinroq bo'lgan magnoliya qizlari haqida, men bu qiz bilan jiddiy munosabatda emasman, vaqtinchalik negadir u bilan gaplashish menga yoqadi, u bilan muloqot qiziq, buni men jiddiy olmayman degan bahonalarni o'zlariga gapirishadi va aksincha oxir oqibat asli sekinlik bilan ular tanlov qilmagan holda, ya'ni o'zlari istamagan holda bu munosabatlarni jiddiylashib ketganini ko'rib hayron qolishadi. Men rejalarim boshqacha edi degan so'zni aytishadi. Bu yerda sevgi qayerdan keladi? Tanlov asosida emas, tabiiy ravishda, ya'ni energiyalarni to'g'ri taqsimoti natijasida paydo bo'ladi. Yana avtor shuni ta'kidlaydiki, erkaklarga o'zini fikriga ega bo'lgan ayollar ko'proq yoqadi. Ya'ni tanlov qilish vaqtida siz uning har bir aytgan fikriga ha deb qo'shilaverishingiz shart emas. Ya'ni o'zingizni qiziqishlaringiz haqida ham aytishingiz mumkin. Masalan, kino ko'rish masalasida qaysi filmni ko'ramiz deb o'ylanib turgan bir vaziyatingizda deydi, ishonch bilan fikringizni aytishingiz mumkin. Masalan, bu kinoni men ko'rganman, kel yaxshi ikkovimiz mana bu filmni ko'ramiz. Buni sen ham ko'rmagansan. Bu takliflarni berishdan qo'rqmasligingiz va fikringizni qat'iy ushlay olishingiz muhim hisoblanadi va u sizni jozibaliroq ko'rsatadi. Videoni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Azizlar, e'tiboringiz uchun tashakkur. Xulosa o'rnida shuni aytamanki, avtor shuni ta'kidlaydiki, bu bilan, ya'ni qizlar, erkaklar qaysar, doim shikoyat qiladigan, doim norozi nimadandir, doim norozilik bildiradigan ayollarni afzal ko'rmaydi. Aksincha, o'z fikriga ega bo'lgan, shaxs sifatida yo'qolib ketmagan, o'z qarashlarini hurmat qila oladigan va shu bilan sog'lom energiya balansini saqlab tura oladigan qizlarga, ayollarga
magnit singari tortiladi. Videoni olishimdan maqsad albatta munosabatlardagi holatni, munosabatlardagi muammolarni o'rganishga chorlash barchangizni, ya'ni bu orqali turli xildagi savollar, ya'ni bu qadar yaxshi bo'lsamda, bu qadar hammasini qilsamda, nima uchun munosabatlarda buzilishlar bor, nima uchun u ketib qolyapti, nima uchun eshitmayapti degan savollarga javobni erkakdan emas, o'zingizdan bir qidirib ko'rishingiz va bu bilan munosabatni balansini to'g'irlashingiz maqsadida olyapman. Bu yerda hech qanday provokatsion tavsiyalar va boshqa niyatlar mavjud emas. E'tiboringiz uchun tashakkur. Video so'ngida kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham ahamiyatga ega va juda ham qiziq bo'ladi. Va munosabatlarda sizga sog'lom energiyani tilab qolaman. Salomat bo'ling.